Va nihoyat biza Ko'ksuv yorig'iga yetib keldik. Shveysariya отдыхай. Va shim doda bo'lib turibdi. Urshyapti. Ana ikkita katta mana. Yurdi. İşte ana orqaga yurdi. Ana yana orqasidan ketyapti. Yoshligimizda daftarlarimiz ustida bo'ladigan manzaraga kelib qoldik. Mana biz Ko'ksuvga nimaga kelganmiz deb o'ylaysizlar? Mana bunaqa takalarni живой tabiatda ko'rgani kelganmiz. Mana ikkinchisi. Ikkinchisi ham shu yerda turibdi mana. Bu erkak taka taxminan 4 yoshlarda pastda oilani sekin qarab turibdi. Palajinaga qaraydi mana palajinaga. Va nihoyat biz Ko'ksuv yorig'iga yetib keldik. O'zbekistonni eng chiroyli, ko'rishga arzirli, kelishga arziydigan joylardan bittasi. Yo'l yursak ham mo'l yurib 22795 qadam. Soat 8 da yo'lga chiqqanmiz. Kechqurungi 5:38 da yetib keldik.